Rankingni kuchaytirish uchun barcha lug'atlar, essay strukturalari va qanaqadir formulalar haqida gapirishadi. Ammo eng muhim hisoblangan, asosda turgan grammatika haqida unchalik gapirishmaydi. YouTube'dagi kontentlarni to'liq ko'rib chiqib, tahlil qilgandan keyin bitta narsani guvohi bo'ldim. Grammatika haqidagi kontentlar juda umumiy. Buni yaxshilashingiz kerak, buni yaxshilashingiz kerak degan ma'lumotlar bor. Ammo konkret mana bu strukturalar sizga mana bunaqa natija ko'rsatib beradi degan ma'lumotlar yo'q ekan. Shuning uchun ham sizlar bilan bugun asosan shu haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kuchli ekspertlar va ustozlar tomonidan yozilgan 100 dan ortiq 8-8,5lik essaylarni tahlil qilib chiqqandan keyin men bitta narsaga amin bo'ldim. Ko'pchilik ustozlar bir xil grammatik patternlarni ishlatishar ekan. Ya'ni ularning essaylarida ko'p takrorlanadigan grammatik strukturalar mavjud. Va agarda 6-6,5 darajadagi o'quvchi, ya'ni sizlar ushbu grammatik strukturalarni o'rganib, yaxshilab, amalda qo'llab, practice qilib, essaylaringizda ishlatishni boshlaydigan bo'lsangiz va buni tabiiy holatga, naturalga aylantiradigan bo'lsangiz, essayingizni grammatical range and accuracy'dan 1,5-2 ballga kuchaytirib yuborishingiz mumkin. Ushbu grammatik strukturalardan 10 tasi bor. Bugungi darsda ularni 5 tasini ko'rib chiqamiz va ikkinchi qism uchun ham alohida video chiqaraman. Video darsni oxirigacha ko'ring, albatta like tugmasini bosib, bu videoni grammatikadan qiynaladigan do'stlaringizga uzatib qo'ying. Sizlar bilan o'rganishni boshlaymiz. Xo'p, eng birinchi grammatik strukturamiz bu while plus clause hisoblanadi. Introductionda ko'p ishlatiladigan grammatik struktura. Yaxshilab diqqatingizni berasiz. Bu yerda aytayapti while plus other people's idea, comma, albatta virgul bo'lishi kerak, then plus your idea deyapti. Bu odatda ikki taraflama mavzu bo'lgan, ikki taraflama fikr bildirilayotgan fikrlarni aytish uchun yoki gaplarni yozish uchun ishlatiladi. Ya'ni boshqa odamlar mana bunaqa, boshqa odamlarda mana bunaqa fikr bo'lib turgan holatda men mana bunday o'ylayman degan ma'nodagi fikrni berish uchun ishlatiladi. Ya'ni while bu fixed, buni o'zgartirib bo'lmaydi. O'zgartirmaganimiz ma'qulroq. Undan keyin nima deydi? Boshqa insonlar nima o'ylashi haqida yozasizlar. Tushunyapsizlar? Undan keyin o'zingizni fikringizni berasiz. Virguldan keyin o'zingizni fikringizni berishingiz kerak. Misolga diqqat qilamiz. Demak, ikkita misol berilgan. 8,5lik essaylardan olingan misollar hisoblanadi. Yaxshilab aytib berasiz, aytayapti. So while some people believe younger people would demonstrate better leadership, ya'ni ba'zi odamlar o'ylaydiki, yoshlarda liderlik yaxshiroq bo'ladi, liderlik ko'nikmalarini yaxshiroq ko'rsatishadi. It is in my opinion that, bu mening fikrimcha, senior managers possess more advantages over the young in leading a company. Kompaniyani boshqarishda yoshi katta boshqaruvchilar ko'proq advantagelar bo'ladi deb aytayapti. Example 2. While I accept that all individuals have significantly important qualities, ya'ni men buni qabul qilaman, bu fikrni inkor eta olmayman deyapti. Yoshi katta insonlarda juda ham muhim sifatlar bor deyapti. I believe younger ones are more likely to become good leaders. Meni o'ylashimcha, yoshlar yaxshiroq lider bo'lib yetishadi deb aytayapti. Buni ko'rsatib berishim uchun yana ham yaxshiroq aytib berasiz. Ikkita example sifatida ko'rsatib berganman. Ya'ni 6lik, ya'ni xuddi shunaqa ma'noda yoki ikkita fikrni bir-biriga qarshi yozmoqchi bo'ladigan bo'lsak, 6lik holatda qanday bo'ladi va 8lik holatda qanday bo'ladi? Shu narsani men sizga ko'rsatib beraman. Bitta narsaga diqqat qiling. 8lik deganda faqat grammatika bilan 8 ga chiqib qolmaymizda. Shu narsani hisobga olishingiz kerak. Biz albatta ba'zi bir lug'atlarni, ya'ni faqatgina grammatikani o'zi essayingizni tepaga ko'tarib bermaydi. Uni lug'at bilan birgalikda blend qiladigan bo'lsak, juda ham yaxshi natija kelib chiqadi. Ya'ni many people think old leaders are better, but I think young leaders are more effective. Ya'ni odatda o'quvchilar yozadigan struktura xuddi shunaqa narsa, but bilan ishlatishadi. Yoki nuqta qo'yib however deb aytishadi, lekin men while strukturasidan foydalanishingizni maslahat beraman. Ya'ni ko'pchilik insonlar o'ylaydiki, yosh katta liderlar yaxshiroq, lekin men o'ylaymanki, yosh liderlar ancha samaraliroq deb aytayapti. Buni o'zgartirishdi. While some people argue that experienced leaders are superior, I believe younger leaders are often more effective deyapti. Demak, ba'zi odamlarda mana bunaqa fikr bo'lishi mumkin. Men ishonamanki, mana bu fikr to'g'ri deyapti. Bu yerda think-ni biz argue yoki believe ga o'zgartiryapmiz. Old leaders are better ni experienced leaders are superior ga o'zgartiryapmiz. But I think-ni while I believe strukturasiga o'zgartirib qo'yapmiz. Ya'ni shunchaki lug'atlarni o'zgartirish emas, umumiy pattern, ya'ni strukturani o'zgartirish orqali biz gapimizni yangi darajaga chiqaryapmiz. Ya'ni while some people argue that experienced leaders are superior, I believe younger leaders are often more
effective. Ushbu struktura asosan interactionlarda ko'p ishlatiladi, chunki interactionda biz qarama-qarshi fikrlarni ko'p yozamiz, ayniqsa discuss essaylarda, positive negative essaylarda bu struktura ko'p ishlatiladi, ammo badiiy paragrafda agarda siz ham xuddi shunaqa fikrlar bermoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bu strukturadan bemalol foydalanishingiz mumkin. Ya'ni to'g'ri kelgan joyda ishlatishingiz mumkin demoqchiman. Ikkinchi strukturamiz by plus ing. Juda ham ko'p essaylarda 8, 8,5lik, ba'zi holatda 9lik essaylarda ushbu strukturani juda ham ko'p ko'rdim. Har xil holatlarda kelishini ko'rdim. Sizga shuni tushuntirib beraman. Aytibdi. By plus verb ing plus something. Ya'ni bu yerda object ham kelishi mumkin. Comma, keyin result action beriladi. Buning ma'nosi shunaqa bo'ladiki, ya'ni aytibdi it shows how something happens. Biron bir ish harakat qanday sodir bo'lishi haqida bizga bu informatsiya beradi. Tushunamsizlar? Aytibdi. By deb mana shu ish harakat orqali degan ma'noni beradi. Shu ish harakatni qilish orqali mana bu natijaga erishamiz yoki mana bu yomon ish harakat orqali mana bunaqa oqibatlar kelib chiqadi degan ma'noda shu narsani ko'p yozamiz. Odatda buni IELTS writing dasturida o'quvchilar qanday qilishadi? Tam tipa ikkita alohida gap qilib qo'yishadi. Ya'ni bitta ish harakatni aytishadi, nuqta qo'yishadi, as a result deb ikkinchi ish harakatni boshlashadi. Uni yomon demoqchi emasman, lekin bu o'sha katta gapni kichraytirish uchun bizga juda katta yordam beradi. Verb ing da o'sha ish harakat nimadir qilish orqali, qaysi ish harakatni aytmoqchi bo'lsangiz, shu narsani berishingiz mumkin. Va bitta narsa, ba'zi paytda avval result ish harakat, keyin byli fraza kelishi mumkin. Ya'ni avval asosiy gap keladi-da, keyin by bilan uni davomini berib qo'yadi. Examplelarni ko'rib yaxshiroq ko'ramiz keyingi slidda. Qaranglar. The government can simply protect wildlife by continuing campaigns to raise awareness. I'm so sorry for that. Aytibdi, government oddiygina, ya'ni osongina tabiatni himoya qilish mumkin. Insonlarga xabardorlikni, o'sha ehtiyotkorlikni tarqatish kampaniyalari yoki ularga shu narsa haqida xabar berish kampaniyalari orqali deyapti. Ehtiyotkorlikni xabar berish kampaniyalari orqali deyapti. Harakatlari orqali deyapti. Ya'ni by continuing campaigns to raise awareness degan narsani bu yerda bitta chiroyli shaklda ko'ryapmiz. Alohida gap qilsa ham bo'ladi, lekin bunday qilmayapti. The issue can be resolved by adopting a number of measures. Muammo hal qilinishi mumkin bir nechta yechimlar orqali, bir necha yechimlarni amalda qo'llash orqali, moslashtirish orqali yoki. Demak, hurmatli o'quvchilar, bu yerda by bizga demak yordam beryapti. Uzun yana bitta gapni oldini olishga va buni albatta ekzaminlarlar o'qiyotgan paytda to'g'ri ishlatadigan bo'lsangiz hisobga olib qo'yadi. Example-da ko'raylik, qaranglar. If government starts campaigns, it can protect wildlife successfully deyapti. Agarda davlat yoki hukumat campaignslarni boshlasa, ya'ni harakatlarni boshlasa, bu tabiatni yoki yovvoyi tabiatni juda ham yaxshi himoya qilgan bo'lardi deb aytibdi. Government can effectively protect wildlife by launching awareness campaigns. Bu yerda oddiygina if strukturani by bilan beryapmiz. Tushunyapsizlar? Oddiygina campaigns degan so'zimizni yana ham yaxshiroq ma'nosini berish uchun awareness campaigns degan so'z bilan paraphrase qilib beryapmiz. Successfully degan so'zimiz effectively bilan o'zgartirilyapti. Hisob haqiqiy 8 ballik bu yerda example bo'lishi uchun. Bu ikkinchi grammatik strukturamiz edi. Uchinchisi which plus verb. Menimcha essay o'quvchilar ko'p tahlil qilishadi, buni bilamiz. Essay o'quvchilar ko'p tahlil qilayotgan paytda bitta narsaga ko'p oldaridan chiqadi. Buni zo'r yoki yaxshi gap, juda ham chiroyli gap deb o'zlariga belgilab qo'yishadi. Ko'pgina holatlarda shu grammatik strukturani asosini tushunmaganliklari uchun o'zlariga ishlata olishmaydi. Va tahlil qilishdagi eng katta muammo ham xuddi shunaqa. Ko'pchilik o'quvchilar 7lik, 8lik, 9lik essaylarni o'qishadi va aytishadi, juda ham oson-ku, bunaqa zo'r essay shunaqa oson bo'ladimi deb ba'zilari komment ham bildirishadi, ya'ni bu 9lik emas, bu pastroq nega deganda oson tushunyapman-ku deyishadi. Ammo yozish bo'ladigan bo'lsa, ichidagi grammatik patternlarni o'rganib, o'zlarida qo'llash bo'ladigan bo'lsa, juda qiynalishadi. Bu yerda qiynalish bu tushunmaslik uchun emas, buni oldin ko'rmaganligi uchun yoki bunga oldin jiddiyroq e'tibor bermaganligi uchun bo'ladi. Uchinchi grammatik strukturamiz xuddi shu yerdan kelib chiqadi. Bu qanaqa gap desa, asosiy ma'lumot beriladi. Tushunamsizlar? Asosiy ma'lumot bergandan keyin which bilan, ya'ni o'sha asosiy ish harakat qanaqa natijalarni, qanaqa ish harakatlarga olib borishini ko'rsatish uchun which bilan ikkinchi ish harakat aytiladi. Ya'ni birinchi sentence'da main idea to'liq beriladi. Tushunamsizlar? Which deb
albatta whichdan oldin hurmatli o'quvchilar bitta narsani hisobga olasizlar, vergul bo'lishi shart. Undan keyin fe'l beradi. Undan keyingi fe'llar keladigan fe'llar allow, help, make, create yoki shu ma'nosini beradigan boshqa bir fe'llar bo'lishi mumkin. Ya'ni mana shu ish harakatni paydo qiladi, mana shu ish harakatga yo'l ochadi, mana bu ish harakatga olib boradi degan ma'noda ko'proq ishlatiladi. Ya'ni birinchi gapdagi ish harakatni ko'pincha natijasi yoki tushunarsiz bo'lib qolgan qaysidir qismni explain qilishda ushbu strukturadan 8lik, 9lik essaylarda ko'p ishlatilishini ko'ramiz. Keling, example dastlab bilan yaxshiroq o'rganaylik. Aytibdi. Scientists have invented walls and windows that can block out the noise deyapti. Olimlar kashf etishdi shunaqangi devor va derazalarniki qaysiki tashqaridagi tovushni blok qiladi, ya'ni chegaralab qo'yadi. Ichkariga o'tkazmaydi. Va shu to'liq ish harakat nima natijani keltirishini aytibdi. Which allows individuals to focus on their work. Qaysiki bu ishchilarga imkoniyat yaratadi to'liq ishga diqqatlarini qaratishga. Ya'ni which bu yerda birinchi gapdagi ish harakatining natijasini umumiy ma'no sifatida berib qo'yapti albatta. Yana bitta example ga e'tibor bering. Big companies employ hundreds of thousands of individuals around the world. Katta kompaniyalar dunyo bo'ylab minglab ishchilarni ishga oladi. Which helps to reduce unemployment. Qaysiki, demak, unemploymentni kamaytirishga yordam beradi deb aytyapti. Ya'ni birinchi gapdagi berilgan to'liq ish harakat qanaqa natijaga olib borishini which bilan juda ham ko'p holatlarda berilishini ko'ramiz, hurmatli o'quvchilar. Ushbu strukturani ko'proq praktik qilgan holda ishlatadigan bo'lsangiz, juda ham foydali natijalarni qo'lga kiritasiz. Demak, 6lik va 8lik examplelarni ko'ramiz har doimgidek. New walls can block the noise and this helps people to work better. Ya'ni yangi devorlar tovushni to'sib qo'yadi va bu ishchilarga yaxshiroq ishlashga imkon beradi deyapti. Zo'r. Bu struktura yana aytayapman, oddiy grammar o'quvchilarni essaylarda juda ko'p ko'raman, ko'proq end bilan ishlashadi, lekin shuni which bilan biz to'liq berishimiz mumkin. Ya'ni new walls can block out the noise which allows people to focus on their work. Yangi devorlar tovushni to'liq to'sib qo'yishi mumkin, qaysiki bu insonlarga ishlariga diqqatni qaratishga yordam beradi deb aytayapti. Tushunasizlar? And this helps degan narsani which allows buni o'zgartiryapmiz. Block the noise ni block out the noise ga o'zgartiryapmiz. Work better, focus on their work ga o'zgartirilyapti. Yana ham aniqroq, to'liqroq ma'no bu yerda yetkazib berilyapti. Essayni tekshirayotgan insonga. Demak, 3-grammatik strukturamiz which plus verb yoki which plus action. Qaysiki birinchi gapdagi ish harakat nima uchun qilinganligini whichda to'liq tushuntirib berishimiz mumkin. Demak, hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan 4-grammatik strukturaga o'tamiz. Ko'p essay tahlil qiladigan yoki IELTS writing testida 7lik, 8lik essaylarni tahlil qilgan o'quvchilar ushbu fe'llarga ko'p duch kelishadi. Allow, enable, encourage va boshqa fe'llar ham bor. Aynan shu ma'nosini beradigan sinonimlar bo'lishi mumkin. Bu fe'llar juda ham ko'p ishlatiladi, ko'p ko'ramiz. Tushunamizmi? Shuning uchun ham bu fe'llardan to'g'ri foydalana oladigan bo'lsak, ishoning bizda juda ham yaxshi ma'no, juda ham yaxshi struktura paydo bo'ladi. Struktura qanaqa bo'ladi? X, ya'ni subject. Mana shu narsa, tushunamizlar? Imkon yaratadi mana shu insonlarga mana shu ish harakatni qilishi uchun deyapti. Ya'ni mana shu narsa imkon yaratadi mana shu insonlarga mana shu ish harakatni qilishi uchun. Tushunamizmi? Ya'ni bu nima aytayapti? It shows that one thing makes another thing possible, very useful in body paragraphs. Haqiqatan eng ko'p bu narsa bodyda keladi. Ya'ni allows, enables, encourages bittasini tanlaysiz. Tushunamizmi? Uchalasini ketma-ket qo'yavermang, juda katta xato bo'lib ketadi. Somebody to do something. Ya'ni biron bir kishiga yoki biron bir guruh insonlarga, bitta inson emas, insonlar guruhi bo'lishi mumkin. Biron bir natijaga erishish uchun, biron bir ish harakatni amalga oshirish uchun, biron bir narsaga erishishga imkon yaratadi degan holatda bu struktura ko'p ishlatiladi. Demak, this might allow them to make wiser decisions and bring success to the company. Bu ularga, endi masalan, unda oldingi gapda nimadir nazarda tutgan bo'lishi mumkin. Bu ularga imkoniyat yaratadi deyapti. Yaxshiroq qaror qabul qilishlariga va kompaniyaga muvaffaqiyat olib kelishlariga. Okay, walls and windows
that can block out the noise, allow individuals to focus on their work. Ya'ni tovushni to'sadigan devorlar va derazalar insonlarga ishlariga ko'proq diqqat qaratish imkonini beradi deb aytyapti. Oddiy holatda because of bilan, tushunasizmi? Due to bilan bu struktura, bu gaplar ko'p. Bunaqa ma'noni berilishi mumkin bo'lgan gaplar because of yoki due to bilan ko'p beriladi. Yana qarang. Because of the internet, students can study at home very easily nowadays. Internet tufayli talabalar hozir uyda bemalol o'qishi mumkin deyapti. Bu yerda aytadi, the internet enables students to study at home conveniently. Ya'ni oddiy hisoblanadigan yoki 5,5 lik o'quvchilar ko'p ishlatadigan, ya'ni tam grammatikasi oddiy, grammatikasi kompleks darajada emas, advanced darajasida emas deb hisoblanadigan o'quvchilar ko'p ishlatadigan grammatik strukturani biz muqobil variantini sizlarga beryapmiz. To'g'ri, bu yerda boshqa lug'atlar ham foydalanyapti. Mana bu yerda ko'rib olishingiz mumkin, lekin bitta narsani hisobga olishingiz shart. Bu sizning essangizni yangi darajaga olib chiqyapti. Bu 4-struktura edi, hurmatli o'quvchilar. 5-grammatik strukturamiz bu not only but also. Demak, qanday bo'ladi? Tarjimasi, bu strukturamiz tarjimasi nafaqat bu, balki bu ham degan ma'noni ifodalaydi. Bu yerda not only va but also, not only dan keyin, but also dan keyin biz ikkita narsani, nafaqat bu inson, yoki shaxsni, nafaqat bu inson, balki bu inson ham, nafaqat bu predmet, balki bu predmet ham, yoki nafaqat mana shu ish harakat, yoki nafaqat mana shu deb bitta ideyani berib, but also deb yana bitta ideyani berishimiz ham mumkin. Ya'ni esdan chiqmasin, bularning o'rtasida noun kelishi mumkin, ham bitta mana belgilab qo'yilgan. Demak, hurmatli o'quvchilar, noun qo'yilishi mumkin, idea qo'yilishi mumkin yoki action qo'yilishi mumkin. Tushunamsiz? Ya'ni bularning o'rtasida, demak, birinchi qismida masalan ot bersangiz, ikkinchi qismida ham ot berasiz. Birinchi qismida idea beradigan bo'lsangiz, ikkinchi qismida ham idea berasiz, hurmatli o'quvchilar. Mana shu narsani alohida hisobga olishingiz kerak. Examplelar bilan menimcha zo'rroq o'rganamiz. Demak, diqqat qiling. Aytyapti. Business matters often require the people in charge to have not only the knowledge of coping with problematic situations, but also strong nerves to calmly find a solution. Business muammolar, biznesdagi ish harakatlar deyapti. Odatda o'sha people in charge degani boshqaruvdagi insonlar. Boshqaruvdagi insonlardan talab qiladi. Faqatgina nafaqat bu sohadagi muammolarni hal qilish deyapti. Problematic situationdan chiqishni nafaqat talab qiladi. Balkim deyapti, tinchgina miyani joyiga qo'yib yechim topish uchun kuchli nerv ham kerak deyapti. Ya'ni nafaqat bu, balki bu ham va bizda hozir patternlarga e'tibor beradigan bo'lsak, not only dan keyin so'z birikmasi kelyapti. The knowledge of coping with problematic situations, but also dan keyin ham bizdan fraza kelyapti, so'z birikmasi kelyapti. Strong nerves to calmly find a solution deyapti. Ikkinchi examplega e'tibor bering. This affects not only the overall ecology, but also the lives of other people. Bu nafaqat umumiy ekologiyaga ta'sir qiladi, balki insonlarning hayotiga ham ta'sir qiladi demoqchi. Ya'ni ikkita so'z birikmasi beryapti. Mana shu narsani diqqat qiling. So'z birikmasi bersangiz, birinchi qismida ham, ikkinchi qismida ham so'z birikmasi. Bitta ot beradigan bo'lsangiz, ikkinchi qismida ham ot, birinchi qismida ish harakat, ya'ni to'liq gap beradi. But not only dan keyin to'liq gap beradigan bo'lsangiz, but also dan keyin ham to'liq gap berishingiz kerak, hurmatli o'quvchilar. Qarang, pollution harms the environment and it also damages people's health. Odatda shunaqa struktura bilan ko'p beramiz. Ya'ni also ni ko'p ishlatamiz. 5,5, 6,5 dagi o'quvchilar shu strukturani juda ham ko'p ishlatishadi. Men ularga maslahat beraman. Also ni praktika orqali not only but also ga o'tkazing. Shunchaki also emas, not only va but also ni agar to'g'ri qo'shadigan bo'lsak, bizga juda ham sifatli grammatika paydo bo'ladi. Albatta, undan keyingi gaplarni ham to'g'rilab olishimiz kerak. Ya'ni pollution harms not only the environment but also people's health. Mana bu gap bilan mana bu gap o'rtasida qarang, unchalik katta farq yo'q, ammo mana bu yerdagi grammatik strukturalar lug'atlardan foydalangan holda ishlatilishi, demak, juda ham yaxshi darajadagi strukturani va juda ham yaxshi darajadagi bir essayni paydo qilishga yordam beradi degan fraza bo'lyapti. Demak, shu 5 ta grammatik strukturani kerak bo'lsa boshidan boshlab qaytadan ko'ravering. To o'rganib olib amalda qo'llagunizcha bu videoni bir necha marta ko'ring. Kerak bo'lsa, shu 5 ta strukturani amalda qo'llab, example yozib, badilaringizni ishlatishni boshlasangiz, men ishonchim komil, ustozingiz ham hayron qolib sizga savol beradi.
qanday qilib sen raytingni bunaqa darajada kuchaytirding deb aytadi. Chunki men o'quvchilarimni ikki xil holatdagi essaylarni ko'rganmanda shokka tushib qolganman. Qanaqasiga zo'r-u bu. Tushunasizmi? Oddiygina bitta grammatik struktura bilan bemalol bitta dars bilan bemalol grammatikasini yangi bosqichga chiqara olyapti va bu zo'r bo'lgan men uchun. Va ishonamanki, ustozlaringiz uchun ham bu juda ham zo'r natija bo'ladi. Faqatgina ishlatish kerak. Boshqa narsa yo'q. Ushbu videoda 10 ta grammatik strukturadan 5 tasini ko'rib chiqdik. Bitta narsani hisobga olishingiz shart. Avvalambor bizning bazaviy grammatikamiz, asosiy grammatikamiz, ya'ni zamonlar, modal fe'llar va boshqa strukturalardan foydalanishimiz yaxshi bo'lishi kerak. Bu grammatikalar ishlashi uchun. Agarda u grammatikamiz sust bo'ladigan bo'lsa, avvalo uni yaxshilab olishimiz kerak. Va buni ko'proq shug'ullanib, praktis qilib, amalda qo'llab, keyin essayda qo'llashga harakat qilishingizni maslahat beraman. Bu patternlar juda kuchli. Bulardan to'g'ri foydalansa, essay umumiy yangi bosqichga chiqadi. Faqatgina to'g'ri foydalanilsa. Umid qilamanki, ushbu bilimlardan to'g'ri foydalanib, o'zingiz darajangizni yangi bosqichga chiqarasiz va keyingi videoda sizlar bilan yana boshqa 5 ta struktura haqida gaplashamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Foydali bilim olgan bo'lsangiz juda ham xursandman. Menga rahmat aytish uchun like bosib, videoni grammatikadan qiynaladigan do'stlaringizga ulashib qo'yasiz degan umiddaman. Omad yor bo'lsin, salomat bo'ling. Keyingi darslarda ko'rishguncha.